Kelin salom marosimi bo'lib o'tadi. Hurmatli azizlar, kelib oshamiz salomlarini qabul qilib olasizlar. Navbat salom qo'shiqlariga beramiz. Marhamat. Qani bo'lmasam avvalambor assalomu alaykum. Havolari toza, suvlari mazza, erkaklari mehmondo'st, ayollari shirinso'z, yigitlari chavandoz, qizlari sarvinoz, ko'chalari to'lin qo'li gul, hofizlari bulbul yurtga assalomu alaykum. Go'zal Andijonda Xonobod shahridan sizlarga alangali salomlar bilan keldik. Ijtimoiy tarmoqlardagi ashaddiy muxlisimiz Akmaljon Mirzoni hurmatidan shu bilan taklif bilan keldik. Mahmudjon ukamiz, Maqsudaxon xudo xolamizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Kechamiz sultoni Shohruh Mirzoga hamda kelinchagimiz Bonuxonga kelinlik va kuyovlik maqomlari muborak bo'lsin deb o'zbekona sharqona salomlar bilan Bonuxon qizim tayyor bo'lgan bo'lsangiz chiroyli salomlarimizni boshladik. Doiraning navosi ko'kka yetsin yor 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 ko'kka yetsin yor yor Shohruhdin to'ylari dunyoni tuzsin yor 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 dunyoni tuzsin yor yor odamlar
to'rida, yigitlarning zo'rida, turibdilar to'rida, yigitlar ichida yonib turgan, bo'ydoqligidan tanib turgan, Bonoxonni uyga borib kelgan, o'zi bilan olib kelgan, bakın birda qarang ketib borgan, Turkiyalarni yutib borgan, kechamiz sultoni Shohruh Mirzoga atalganlarga salom aytamiz. Ketdik. Shohruxbek sizga shayda oshiq bo'ldi yoshligingizda Rishton bo'yicha millionta qizlar yetolmadi, dardlarini aytolmadi, telefonda telegramda o'rtaga odam qo'yib ham sizga yetolmadi. So'zlari shirin bo'ldi. Oh Shohruxbek sizni bir qarab qosh qoqishingizga avaz bo'yda nechta qizlar zo'r yo'llaringizda gullaringiz to'p edi. Sizga egilib salom berayotgan shahar go'zali Bonoxonni ham ko'zlaganlari ko'p edi. Bor shunday maqol, buni hamma biladi, bitta qiz erga tegsa 40 ta qiz tush ko'radi. Qizlar uchun keng ko'chalar tor bo'ldi, tor bo'ldi. Shohruxbekka yetolmay nechta qizlar havas qilib tushlarida yor bo'ldi, yor bo'ldi. Ijtimoiy kuyovdira yuragingizga joyladingiz, to'ydan burun Bononi kuydirib nersasini seni sevaman olaman deb rosa telefonda yuragini dog'ladingiz. Necha kunku Shohruh Mirzo oromiz yo'q, kela olmaysiz hushingizga. Menga qarang, o'zi bir oydan beri Bono kiryapti hushingizga. Mana bugun to'ylar qilib kelib qoldingiz hushingizga. Kiyov sarpo Shohruh Mirzo ustingizda yaltirab turibdi. Sizni kiyov qila olmaganlar, onasiga qizini bera olmaganlar ko'rdim. Ko'chani boshida alamdan qaltirab turibdi. Gulshohini changitdiz. To'ydan burun Bononi kuydirib nersasini YouTube'ga kirib, Telegramga kirib, ko'chada ko'rib, o'zini ko'rib, seni olaman deb rosa yolg'ondan gangitdiz. Nechta qizlar yuraklari yonib, "Ah Shohruh akam" deb uylarida qolib ketdi, armonlarda yonib ketdi. Taqdiringizga bitilgan shunday chiroyli Bonoxon yo'liqib, shunday kelishgan soqol qo'ygan Shohruxbegimizni bitta uchrashuvda ilib ketdi. Kuyovi bo'lsa chiroyli. qiladigan, haybatidan manaman degan shirdi polvonlarni ko'tarib yerga uradigan, yo'llar yurganda Farg'ona Rishton, Avazbek va Zohidon qishloqlarini polvoniga dam beradigan, kechamiz sultonlari kiyovdi jo'nalariga salom aytamiz. Ketdik.
chasiga, Barselona chasiga, Juventus chasiga zohidoncha qilib tepinglar har kuni gol. O'zbegim o'g'lonlari, jasur qo'rqmas polvonlari, onamni tutgan avlodlari, zohidonda qo'rqmas xo'rozlari. Elan salom yor yor, qabul aylang jo'ralari, sizga kelindi salom. Olmang endi jo'ralari, sizga kelindi salom. Yaxshi kunda bor qo'shni, qo'shni endi qolmaydigan, charchamaga tolmay degan, bizdan sizga yordam degan, doim bo'ling bardam degan. Kelin salom yor yor, qabul aylang mahbubaxon, Shahnozaxon, sizga kelindan salom, yana bir salom yor yor. To'y muborak qo'shnilari, sizga kelindan salom. Shirin olmani po'sti, yaxshi yarolar do'sti, qolmasin kami ko'sti. To'yga kelgan mehmonlar jonimizga darmonlar, ichida qolmasa almonlar, salomimizga xayrlar, sahar turib yurganlar, to'yda xizmat qilganlar, 3 kun burun kelganlar, mehmonga non qo'yganlar, semiz qo'yni so'yganlar, chaqan chopganlar, qozonga o't yoqqanlar, xudolarni boqqanlar, og'zdan chiqqan hovullarga, Mahmudjonda uyda oshlamlagan povullarga, onama anor yuzlarga, xudo tomoni qizlarga, shirin hayollarga, dasturxonchi ayollarga, qo'llarga xonjambillarga, menga hayron kampirlarga, toqqa uchgan burgutlarga, pul tashlagan yigitlarga, bellarida beldamchilarga, mahoratli videochilarga, chaqon qo'llari tolganlarga. Ey chaqon qo'llari tolmasin, qo'ylaridan hech qolmasin, san'atlari betakror, ovozlari jarangdor. Sozanda ukalarimizga kelindan salom, baland tog'ni yalpizi, san'atlari qirrali, ovozlari shirali deysiz, xuddi sherali tomda kaptar uchirgan, mingta hofizni qochirgan, layqa suvda tindiryapti, qarasam manaman deganlarni sindiryapti. Yuragida bordir himmati, hofizlarni Farg'ona bo'yicha eng qimmati. Qomatlari larzon emas, ammo bu Ilyosbek arzon emas. G'iyosbek arzon emas. Hofiz ukamizga salom, sotga tutgan bollariga, pana-panada og'zi ochilib salomimni eshitgan chollarga, hammaga salom. Yor yor. Rahmat, salomat bo'linglar.